Bismillah, azizlar, balki mana shu so'zlarim haqlik topib kishilar ichida bir imij, obro', hurmat boshqa degan narsa keng yoyiladi. Bilingizlar, men bunga umuman qiziqmayman. Men nima yoshim qoldi-yu qiziqib gapiradigan boshqa, menga davlat ham kerak emas. Agar oldimga deylik bir tog' tilloni qo'ygan vaqtingizda ham yeydiganim bir nima bo'ladi. Faqatgina deyman Allohdan shunday so'raganim, Robbim yuzini o'girmasa bo'ldi beradigan. Chunki vaqtida shu men juda ko'p xato qilgan insondan bo'lgan. Mani masalan bir tegirmon deb bilsangiz, shu tegirmonimda har bir narsa o'tgan. Meni tegirmonimdan suv ham o'tgan, tosh ham o'tgan, boshqasi ham o'tgan, musibat ham o'tgan, maishat ham o'tgan, yolg'on ham o'tgan, to'g'ri ham o'tgan. Shundan tozalandim va Haq subhanoni oldidagi farziy burchim, muhabbatim ila har bir narsa rastalab nima qilaylik. Masalan, shu o'zimizni bilimsizlik, ilm saviyamizni yetmasimizdan shu mana shu chora atrofda foydalanadi. Ekstremizm, terrorizmni, boshqalarni, janjallarni targ'ibot qiladiganlar aynan bizni mana shu bilimsiz saviyamiz ular uchun bir qandaydir qurol. Shuning uchun biz agar biladigan bo'lsak, ne yaxshi kulamiz ular ustida ahmoq qilib. Nafaqat ergashamiz, kulamiz ustidan, to'g'ri emasmi? Yo aql adobimiz ham buzilmaydi. Biz agar yaxshi to'g'ri yetsak, korrupsiya ham kerak bo'lmaydi. Bir inson narsaga tegilish u qattiq og'ir gunoh ekan, boshqa yerda o'lib ketmaydi deb anglab yetishimizda. Shuning uchun har bir narsa sekin-sekin o'z joyiga tushib ketadi birdan deydi bo'lmasa. Shuning uchun biz to'g'ri tushunmog'imiz kerak. Ertaga masalan bo'ladigan farzandimiz endi kim bo'ladi ham demaymiz. To'g'ri masalan yondashtiramiz, to'g'ri o'rgatamiz. Mana bu bunday bo'ladi, shuning uchun ham bo'ladi. Al-qasos minalaq, bunday qilsak desak, birorta haligi qilsa, mana luqmai harom deymiz. Luqmai haromda bu tushunmang, haligi non luqmai halol deb. Non qanday keltirildi? Uni bug'doyi qanday keltirildi? U yig'ilib bir kasofatni boshlaydi. Hamma narsa u xuddi shunday. Luqmai halol so'zida haligi qo'y halol ekani, mana u axlat harom ekan, falon ekan degan ma'noda emas. Luqmai harom u tozami, notozami? Uning holati tozami, notozami? Ko'zi ochami? Alloh safon faqat soflikka yo'li bor. Kirlanganga yo'li yo'q.